Sizlar bilan birgalikda bugun meni Kompot va mening kanalimga xush kelibsiz. Qo'lingda nima desangiz, bu Ender Dragonning kirkasi. Bunday kirkani Minecraft tarixida birinchi ko'rishingiz, to'g'rimi? Biz doimo temir, oltin va olmosli kirkalarni ko'rib yurganmiz, ammo bu esa Ender Dragonning kirkasi. Tushunyapsizlarmi? Do'stlar, kelinglar biz mana shu kirka bilan endi konga borib qazib ko'ramiz. Qanday joyi bo'lar ekan bu? Nima deydi? Xullas bu narsa do'stlar. Jin ursin. Voy la'nati. La'natni men qayerga tushib qoldim? Jin ursin. La'nati, bu yerdan chiq. Bu nima? Men o'zimga kelib olaman. Va do'stlar, men ozgina jinniroq bo'lib qoldim. Men qayerga tushib qoldim? Men konga tushaman deb qayerlargadir tushib qoldim. Konning tagiga. Tushunyapsizlarmi do'stlar? Bu qanday uylar bo'ldi? Qasrmi bu, tushunmadim. Do'stlar, men qayerga o'zi tushib qoldimmi? Jin ursin. Bu yerga kirib ko'ramiz. Va bu yerda kim bo'lishi mumkin? Bu qanday g'alati joy, ko'rchabalaklar. Bu yer juda ham qorong'u va g'alati do'stlar. Va do'stlar, biz hozir bu yerga kirib ko'ramiz. Bu juda ham katta qasr va yer bu yerdan chiqib ketsak ham bo'lar ekan shekilli. Chunki tegib turibdi. Mana shu eshikdan kiramiz. Alyo, kim bor? Eshikni oching. Alyo, kim bor? Va hech kim yo'q ekan. Eshik esa ochilib ketdi. Bu qanday turlar bosgan joy? Hech kim yashamaydigan joy bu. Biz mana shu joylarda mana shuncha yillardan beri yashaymiz, ammo bu joyni bilmaymiz. Mana bu o'rmonlardan chiqib ko'ramiz, chunki bu yerdadir qandaydir eshiklar bor ekan. Bu yerga kirib ko'ramiz va bu yer ham mana shunday ahvol. Nima u? Jin ursin. Do'stlar, ko'rdinglarmi sizlar ham? Olmos nimadirda, kimdir o'tib ketdi. Mayli, jin ursin do'stlar, kim bo'lishi mumkin u? Biz u yerga borib ko'ramizmi? Do'stlar, tushuna olmadim. Ko'mirlarmi? Ajoyib. Ammo men olmos kimdir o'tib ketganini ko'rdim. Lekin bu yerlar haqiqatdan ham qo'rqinchli do'stlar. Men bu yerlardan tezroq chiqib ketgim kelyapti. Mana bunday kitoblar, mana bunday to'r bosgan hamma joylar. Biz уже 3-etajga keldik do'stlar. Biz tepaga yetib olsak, biz bu yerni tark etamiz. Men bu yerdan juda ham qo'rqyapman, tezroq chiqib ketgim kelyapti. Badallarim g'alati bo'lib ketyapti. Mana bu yaramas to'rni olib tashlashimiz kerak. Men shu ko'p gapirganligimdan og'izlarim og'rib ketdi, to'g'risi do'stlar. Biz keyingi etajga chiqdik. Bu yer nima? Kinoteatrmi, tushunmadim. Qizil nimadirlar, erkaklar va bu yerda o'tirish uchun joylar xullas. Mana bu yer esa yotoqxonami, tushunmadim. Mening uyimga o'xshar ekan. Va do'stlar, jin ursin. Biz mana shunchalik tepalikka kelib qo'yibmiz. Ko'ryapsizlarmi qanchalik balanddamiz? Jin ursin. Biz boya 3-qavatda edik, to'g'rimi? Birpasda biz 5-qavatga yetib keldik. Va bu juda ham ajoyib va g'aroyib. Men bu yerdan juda ham qo'rqaman, chunki men balandlikdan qo'rqaman sal do'stlar. Shuning uchun biz bu yerdan tezroq ketishimiz kerak bo'ladi. Pastdan biz nimadirlar qidirishimiz kerak. Chunki boshqa chiqish yo'li yo'q do'stlar. Biz balki boshqa joydan borib ko'ramiz, chunki bu yerdan keyingi yo'laklar uchun chiqish joyi yo'q edi. Va biz boshqa joydan qidirib ko'ramiz. Mana bu yerda esa chiqish joyi bor. Biz bu yerga kirib ko'ramiz. Bu yer ham boyagidek joy. Va biz endi chiqish yo'lini tezroq qidirishimiz kerak. Bu yer ham mana shunga o'xshaydi, faqat bu yerda chiqish yo'li bo'lishi mumkin. Jin ursin. Odam skeletlari. Buni kim qildi? Jin ursin. Bu qancha millatdan avvalgi yillarmi, tushunmadim to'g'risi. Juda ham qo'rqinchli. Biz bu yerdan tezroq tark etishimiz kerak, boya aytganimdek. Men bu yerdan chiqib ketgim kelyapti. Bu yashil olmalarmi? Bular уже chirib ketgan olmalar. Bularni yeb ham ushlab ham bo'lmaydi. Shuning uchun biz buni tezroq tark etishimiz kerak. Qandaydir g'alati rangli olmalar, chevalar. Xullas, mana shunday yomon narsalar. Bular уже axlat. Chunki ular chirib yotibdi. Mana bunday eski zamon kiyimlari. Bular juda ham sassiq. Va bu boyagidek uyqu. To'g'rimi? Men aytganimdek boyagidek bir xil bu joylar. Menimcha bu yerda chiqish yo'li bor demoqchi edim. Bu yerda ham chiqish yo'lagi yo'q.
nima qilsak bo'larkan? Biz mana bu yerga sakraymizmi? Yo'q, bilmadim to'g'risi. Bu yerda pomidor, sabzavotlar. Bu yerdan ham tushamiz do'stlar. Biz qayerda yo'l topamiz? Demak, biz narvondan tepaga chiqishimiz kerak ekan. Ha. Jin ursin do'stlarim. Demak, biz mana shu yerdan chiqamiz. Do'stlar, bu qadim zamonning ochiq joylarimi tushunmadim. Biz va nihoyat boyagidan ham teparoqqa ko'tarildik. Va nihoyat men boyagidan ham teparoqdaman. Va bizda yana ozgina qoldi tepalikka chiqishimiz uchun. Albatta sizlar videomizga like bilan kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Tezroq bu yerlardan surib olishimiz kerak. Yana ozgina va yana ozgina. Mana bu narvondan chiqishimiz kerak menimcha. Biz davom etamiz bu yer. Oshxonami tushunmadim. Qandaydir mana bu yerda g'alati g'ildirak va g'alati narsalar, har doimgidek to'rlar va mana bu PUBG o'yinidagi tovuqlar. Do'stlar, mana bu yerda nima bu choynakmi? Shunday narsa bo'lsa kerak. Va mana bu yerda yana odam skeleti, mana bu yerda bo'ri terisi. Biz bu yerdan tezroq surib olishimiz kerak bo'ladi. Bu ham boyagidek joylar. Mayli, yana teparoqqa biz borgan sari teparoqqa chiqamiz. Jin ursin, bu yerda odam qabrlari. Bu yerdan tezroq chiqaylik, chunki bu juda ham qo'rqinchli. Mana bu yerda tosh bor ekan, menimcha oxirgi yo'lakka keldik. Tezroq sindirishimiz kerak. Do'stlar, sindirdik. Va men o'zimning uyimdaman. Yes, men o'zimning uyimga yetib keldim. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Mana shunday joydan men o'zimning uyimga yetib keldim. O'ylayapsizlarmi? Shunchalik past joydan men o'zimning uyimga уже yetib keldim. Voy, jin ursin, pastlikni qarang. Agar mana shu yerdan hozir tushib ketsam, yana hamma narsa boshidan boshlanadi. Bu yer qanday joy bo'lishi mumkin? Jin ursin, bu yerga tushib ketish juda ham xatarli. Ozgina blok sindirdingmi? Sen tamomsan hisob. Do'stlar, men hozir bu yerda bitta narsani tushunib yetdim. Nima deysiz? Nima desangiz, bu mening uyimni tagi ekan. Chunki qayerdan bunaqa fikrga kelding? Kompot ishingiz mumkin. Chunki bu ideal qurilgan. Mening uyimni rovna qilib qurilgan. Bundan bilish mumkinki, qadim zamonlardan oldin mana shu yerda mening uyim turgan. Men buni tezroq yetalab yetkazishim kerak. Chunki oldinda mana shu yerda mening uyim bo'lgan. Ammo men yer ostida nima borligini ko'rmaganman, bilmaganman. Va u yerda mening uyim bo'lgan. Shuning uchun bularni hozir yetalabga aytishim kerak do'stlar. Men buni tushunib yetdim. Jitalar. Kompot, o'zingni bos, nima bo'ldi? Sen nimaga